lagerimizga bemalol 3 kun yeb, ichib, mazza qilib o'ynab, kulib ketishinglar mumkin. Qani marhamat. Biz avval bu yerda bo'lmaganmizmi? Yo'q, hamma lagerda bir xil o'xshatgandirsan. Ha? Yur ketdik. Bolalar, sizlar yo'lakdan o'ngga sport zalda borib turinglar, men hozir ortinglardan boraman. Ha, yo'lakdan o'ngga boraveringlar. Hozir men boraman. Telefon qilib olishim kerak. Telefon hech bir ishlamayapti. Voy, nega? Zerikali joyga yo'qmi? Sardor, haligi olgan qarzingni berasanmi? O'qishimga to'lamoqchi edim. Qarz deysanmi? Og'ayni, bizni sinfdosh bo'lsak, anchadan beri seni tanisam. Beraman deydi pulingni. Qochib ketmayman, xavotir olma. To'laysan, o'qishingga qochib ketmaydi. Qanaqa pul? Qanaqa qarz? Yo'q, hech qanaqa qarz. Yo'q pul. Tushunasanmi? Jig'ildoning burdingmi? Sendan ham qarz bormi? Ha, mendan ham olishgan, lekin men hozir so'rayotganim yo'q. Menga hozir pul kerak emas. Xohlasang, ikkalasini qarzini o'zim uzaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Roziman. Qo'rqma, 2 barobar qilib uzaman. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Men bilan basketbol o'ynaysan. Darsa. Men boshqa sinf o'quvchilarni olib kelishga ketdim. Bu yerda men kelguncha hech kim hech qayerga ketmasin va hech narsaga tegishmasin. Ha, aytgancha, hech kim ko'rmasdan alishtirmasin, birga rasmga tushamiz. Hop. Mayli. Hop. Nega tunni ichida rasm tushishimiz kerak? Ertaga tushsak bo'lmaydimi? Bilmasam. Endi Bilmayman shu. Zerikib ketdim. Tushunmadim. Internet ham ishlamayapti. internet yo'q. Sizda ham? Menda ham yo'q. Menda antena chiqmayapti. Menda ham antena chiqmayapti. Bularni hammasi menga g'alati tuyulyapti. Ketdik xonaga. O'zi bu yoqqa dam olishga kelgan bo'lsak, men yana kitob o'qib o'tiribsan, mazza qilib dam olsang bo'lmaydimi? Nima? Xush kelibsiz. Mafiya o'yinini boshlaymiz. Men ham oddiy aholi ekanman. Ishtirokchilar orasida tinch aholi, doktor, politsiya va mafiyalar bor. Doktor inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Politsiya o'zi xohlagan inson rolini bilib olishi mumkin. O'yinchilarni ertalabki 8 dan tun kirishigacha mafiyani tanlab ovoz berishga haqqi bor. Tun yarmida ko'p ovoz yiqqan odam o'ldiriladi va o'ldirilgan insonning roli aniqlanadi. Ovoz berilib bo'lgach, mafiyalardan tashqari hamma o'yinchilar uyquga ketadi. Hamma uxlab yotgan vaqtda ertalab 6 gacha mafiya ishtirokchini o'zi o'ldirishi mumkin. Agar tinch aholi yoki mafiya qaysidir komandani yo'q qilsa yoki yengsa, o'yin tugaydi. Politsiyalar bitta jamoada.
Hamma ishtirokchilar mafiyani aniqlab ovoz berishni boshlasin. Qara, daraxtga qara, o'ng tarafga burchakda turibdi. Qara, tushunmadim. O'yin. Savromlar, ana bir o'ynaylikchi. Men Asadbekka ovoz beraman. Negadir shu bola menga yoqmaydi. Kelinglar, hammamiz shu bolaga ovoz beramiz. Mayli, ovoz bersak beraveramiz. Mafiyani aniqlab ovoz berishingiz uchun 1 daqiqa qoldi. Eng ko'p ovoz to'plagan ishtirokchi Asadbek. Menga ovoz berdilar. Masalan, nima qildim? Hazırlaşacaksanmi? Ana yana boshladi. Asadbek tinch aholi edi. Ramziddin mafiyalar tomonidan o'ldirildi. U mafiya edi. Hamma ishtirokchilar mafiyani aniqlab ovoz berishni boshlasin. La'natga kim gapiryapti? Jo'narsan seni. Direktor xonasi pastda. Tekshirish kerak. Ramziddin Sarsarsa hal qil bor. Hisob tashlayman. Hech narsa yo'q. Ikkinchi tash. Ketdik. Endi nima qilamiz? Gapir. Sarsarsa hal qil. Hamma agentlar ketish kerak. Hammaga xabar beringlar. Bu yerdan ketamiz.
o'yin lager ichkarisida chegaradan chiqmagan holda davom etishi kerak. Hamma shu yerda tursin. Bizga bu yo'lni tark etish taqiqlangan. Nimaga biz bu yerda turishimiz kerak? Bilmayman, qanday tushirasiz xolos. Ishonasan. Hasan bilan Botir o'ldirildi. Ular tinch aholi edi. O'yin lager ichkarisida davom etishi kerak. Hamma ishtirokchilar tun kirgunigacha mafiyani aniqlab ovoz berishni boshlasin. Alo. 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 Alo, kimdir eshityaptimi? Otabek chaqirgan. Xohlasang bormasang ham bo'ladi. Yo'q, Otabek chaqirgan, borishim kerak. Alo. Menga qaragin, Nayno. Sen bu o'yinni yaxshi bilasan? Bu o'yinda yutishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bu aslida mafiya o'yini. Bundagi ishtirokchilarni rollari o'yin oxirigacha ochilmaydi. Shifokor bilan politsiya xalq tomonidan bo'ladi. Qaysi jamoa g'alaba qozonsa, o'sha jamoa yutadi. Mafiyalarni qayerdan topsak bo'lar ekan? Menga qaraylik. Ramzdan mafiya edi shekilli. Nimaga o'ldi? O'zim ham bilmadim. Qoidaga ko'ra mafiya tinch aholini o'ldirish kerak. Bunga bir sabab bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Agar mafiyalar bir joyga yig'sak, ular bir-birini o'ldirishadi. Shunda biz g'alaba qozonamiz, ha? To'g'ri, yaxshi o'ylabsan lekin, qanaqasiz? Bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Bu kecha ham kimdir oladimi? Yelkini beshiklarni qulflab olishimiz kerak. Bu ham kimgadir ovoz beramizmi? Boshqa ilojimiz yo'q. Lekin oramizda nechta mafiya bor? Bilmadim. Soni aniq emas. Buni politsiya bilishi kerak. Nima? Shunda bu yerdagi hamma tinch aholimi? Nahotki oramizda politsiya bo'lmasa? Hammasi soxta. Hattoki telefonlar, notebook ham.
Hamma fayllar bo'sh. Qanaqasiga? Hammasi bo'm-bo'sh. Qo'yvorlaring. Qo'yvor. Qo'yvorlaring. Qo'yvor. Yurlaring gap bor. Sen nima aql berasың? Ortingni yuramanmi? Qachon senga aql kiradi? Yur dedim. Kimsan sen menga aql o'rgatadigan? Sen hech qachon yaxshi gap tushunmagansan. Qara. Aytganimni qilasanmi yo'qmi? Qara, hozir qo'yaveraman, men bilan ketasan. Tush oldimga. Xullas, masalan, bu yerga yiqqanimdan sabab bir-birimizga ovoz beramiz dedik emas. Naborat, bir-birimizga ovoz bermaylik dedik. Ha? Nima ishonching komilmi? Agar biz bir-birimizga ovoz bersak, bu yerda kimdir o'ladi? Agar ovoz bermasak, hamma ketib qoladi. To'g'ri g'oya. Telefonlarni yig'ib olsak, hech kim ovoz bera olmaydi. Agar kimdir yashirincha ovoz bersa-chi, nima qila olamiz? Hozir hamma o'zini o'ylaydi. Men misol uchun bittalarga ham ishonmayman. Parangiz so'rayapti. Kim kafolat beradi ovoz bermaslikka? Biz bir-birimizga ishonishimiz kerak. O'shanda yutamiz. Gapni ko'paytirib o'tirmaylik. Tezroq telefonlarni yig'aylik. Boshlaylik. Hech kimniki qolib ketmadi degan umiddaman. Mafiyalarni aniqlab ovoz berishingiz uchun 1 daqiqa qoldi. Mafiyalarni aniqlab ovoz berishingiz uchun 1 daqiqa qoldi. Soat 12 bo'ldi. Hech narsa e'lon qilinmadi. Demak, o'yin tugadi. Biz qutuldik. 12. Soat 12 bo'ldi. Uddaladik! Uddaladik! Ko'rdinglarmi? Hamma ishtirokchi mafiyani aniqlab ovoz bersin. To'xta! Zo'rib ketasan, javob berasanmi? U to'g'ri aytyapti. Men ham olishni istamayman. To'xta, bas qilaring. Hali hammasi aniq emas. Oldin kutaylik. Bas qil baqirishni. Men ham men suhroqqa yopishib olgansanlar. Qil degan ish qilish kerak bo'ldi. Qoida buzilganligi uchun Mubina o'ldirildi. Mubina tinch aholi edi. Qoida buzarligi uchun Abbos o'ldirildi. Abbos tinch aholi edi. Qoida buzarligi uchun G'iyos o'ldirildi. G'iyos tinch aholi edi. Qoida buzarligi uchun Xurshid o'ldirildi. Xurshid tinch aholi edi. Qoida buzarligi uchun Madina o'ldirildi. Madina tinch aholi edi. Qoida buzarligi uchun Umida o'ldirildi. Umida tinch aholi edi. Qoida buzarligi uchun Ma'ruf o'ldirildi. Ma'ruf tinch aholi edi.
Qoidabuzarlik uchun Yulduz o'ldirildi. Yulduz mafiya edi. Qoidabuzarlik uchun Nazokat o'ldirildi. Nazokat tinch aholi edi. Ovozlarni bo'lib olamiz. Hammadan bitta ovoz bo'lish uchun hamma tez bir-biriga ovoz bersa, biz esa bir-birimizga ovoz beramiz. Anora Suhrobga ovoz berdi. Suhrob Anoraga ovoz berdi. Farangiz Zuhraga ovoz berdi. Zuhra Fotimaga ovoz berdi. Fotima Kristinaga ovoz berdi. Kristina Davlatga ovoz berdi. Davlat Otabekka ovoz berdi. Otabek Husniddinga ovoz berdi. Ovoz berish tugadi. Biz qayerdamiz? Qolganlarga nima bo'ldi? Sanjar mafiyalar tomonidan o'ldirildi. Tun kirgunga qadar mafiyalarni topib ovoz bering. Hammasiga sanidorsan. Agar telefonlarni yig'ib olamiz demaganingda hech kim olmas edi. Biz oldinroq ovoz berganimizda hech kim o'lmagan bo'lardi. Menimcha bizlar tasodifan tirik qoldik. Buni bariga baribir Suhrob bilan Otabek aybdor. Meni aybim yo'q. Hammasiga Suhrob o'zi aybdor. Men faqat telefonlarni yig'ib oldim xolos. Boshqa hech narsa qilganim yo'q-ku. Mani kechirlaring. Nima bo'ladi? Aholi qoidabuzarlik uchun Madina o'ldirildi. Qoidabuzarlik uchun Abbos o'ldirildi. Hammasiga sanidorsan. Agar telefonlarni yig'ib olamiz demaganingda hech kim olmas edi. Hammasiga Suhrob o'zi aybdor. Men faqat telefonlarni yig'ib oldim xolos. Boshqa hech narsa qilganim yo'q-ku. O'yin chegaradan chiqmagan holda lager ichkarisida davom etishi kerak. Keldilaring. Sallani bu yerga kirishdan maqsad agar mafiyani kimligini bilmoqchi bo'lsalaring, aytganimni qilaring. Sallar mafiya kimligi haqida fikr bildirasanlar. Men o'rnlaringga ovoz beraman. Nimaga sen qaror qabul qilishing kerak? Bu qarorni hammamiz qabul qilishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kecha nima bo'lganlari eslaringda yo'qmi? Aynan shuni deb o'lib ketishimizga ozgina qoldi. Kecha menga ovoz berganlar mafiya bo'lishi mumkin. Yo'q, biz rostdan mafiya emasmiz. Ey! To'xta! Biz umuman olganda do'stmiz, bir-birimizni o'ldirishimizga hech qanaqa sabab yo'q. Qizlaring-ey, o'lim turganda do'stligimiz kimni qiziqtiradi? O'zingni boshliqman deb o'ylayapsanmi? Hammangdan nafratlanaman. Tushundilaringmi? Hammangdan nafratlanaman. Mafiya Suhrob, hali bilmayapsanlar.
U bizni hayotimizni saqlab qolishga harakat qildi. Hammamiz ovoz bermasak, tirik qolamiz deb o'yladi. Qanday ovoz berlaring Suhrobga? Ovoz berlaring shunga. Senga yoqmayotgan odam uchun biz ovoz bermaymiz. Senlar buni mafiya emasligi isbotlaring bormi? Ha? Bormi? Bor. Bu yerga kelgandan beri arvohni ko'raman. Biz shu arvoh bilan o'yinni bir-biriga nima aloqasi borligini bilishimiz kerak. To'xta. Sen bizga arvoh bor deb gap chiqarding-a? Ko'rasan. Hozir ko'rasan mendan. Otabek Qaboraga ovoz berdi. Balki haqiqatan ham arvohni izlab ko'rarmiz. Menga qaralaring. Arvoh qidirib vaqt o'tkazgandan ko'ra balki ovoz berarmiz. Menda ovoz berish uchun boshqa kelyapman. Sen hammamizni o'ldirishingga ozgina qoldi. Sanda bo'lib ketardik, to'g'rimi?